Всем привет, вы попали на канал Senior Senorita. Hammaga salom, Senior Senorita kanaliga xush kelibsiz. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Bugun katta Raspakovka посылок. Qara, bugungi video imni o'yinlarning raspakovkasi emasda, balki bizga yangi posilka keldi, yangi o'yinlar keldi. O'shalarni sizlarga ko'rsatamiz, qanaqa o'ynashini sizlar bilan obsуждение qilib ketamiz. Ketdimi? Ketdi. Birinchi lot. Bu nima deb o'ylaysan? Bu nimadir? Bu endi qalani, bez upakovka kelgan, bez korobkasi kelgan narsa. Biz bilan chiroyli ko'rsatishga harakat qilamiz, sizlarga bunaqa joylarni ko'rsatmaymiz. Nima deb o'ylaysan, bu nima? Basketbol. Qanaqa o'yin? Qanaqa o'ynashni tushundingmi? Tak. Yoqilamiz. Buni qo'yamiz, bitta sharikka qo'yib. Hop, chiroyli. Bu videoda endi qisqaroq qilishga harakat qilamiz, o'yinlarni to'liq o'ynab ko'rsata olmaymiz. Qanaqa o'yinlar kelgani, yangi narsalarni просто bitta obzor qilib beramiz. Yo'qotasiz. Tushunmayman. Tax. O'ynab bo'ldingizmi? Lekin baribir tushuna olmadim. Tak, bizda keyingi lot. Bu nima edi? Buni men o'zim nima deb nomladim? Pajarnilar deb nomladim. Pajarnilar. Bu yerda mana o'yin o'zi ko'rsatilgandek lestnitsa bo'ladi. Lestnitsidan biz odamlarni qo'yishimiz kerak. Bu ham как balansga, ichida anaqasi bor, krujokka bor, qanaqa qo'yish kerak, kimni qo'yish kerak, nima. Вот kimni tushib ketsa, maymuncha odamlar. O'tlik karatislar. Karatislar. Shu o'yinni qaysi o'yin yoqadigan bo'lsa, o'shani kommentariyada yozib qo'yinglar, o'sha o'yinni tezroq videosini chiqaramiz. Keyingi lot. Vazgina transportirovichni anaqa bo'lgan, damage bo'lgan. Xo'p, bu o'yin nima deb o'ylaysan? Как шашка? Yo'q. Крестики-нолики? Крестики-нолики. Mana doskasi bo'ladi, doskasi misol uchun bu yerga qo'yilib, ko'pdan bu yerdan bitta sakratib, keyin tushirish kerak bo'ladi. Понятно. Biz oddiy o'ynaydigan крестики-noliki har xil chiqib ketdi. Juda ham ko'p. Yana kelayotgan partiyamiz bor. Ularni ham ko'p. Podpiska qilib qo'yaylik, shunaqa videolarni ko'proq chiqaramiz. Shortsdan tashqari katta videolarda raspakovkani sizlar bilan qilamiz. Keyingi lot. Pingvintiki. Buni sen menga aytding, mana shu o'yinni o'ynaylik, o'zimiz uyda banka qo'yib ana qilib, yo'q, men aytdim, yo'q, biz professional bo'lishimiz kerak. Biz imini shu o'yinda o'zimizdan отдельный zakaz qilishimiz kerak. Mana o'sha o'yin yetib keldi. Bunda ham men transportirovichni nima desa bo'ladi? Nuqsonlari bor, lekin bu biz uchun o'zimiz uchun olib kelganmiz, shuning uchun bizga katta raznisasi yo'q. Sotilganlar bunaqaki bo'lmaydi. Navbatda bo'ladi. Keyingi o'yinni ko'rsatadigan bo'lsam, bu juda ham katta vahimali korobka. O'zi narxiga ham lekin qimmat, orasidan qimmatrog'i tuyuldi. Undan o'zi ikkita olmoqchi edim, lekin qarasam bittani o'zi yetib ortar ekan. Shu kelgan o'yinlarimizdan o'zi bitta to'p olishimiz kerak oxirida. O'zimiz uchun hozir 10 ta o'yin raspakovkasi. Xo'p, o'sha o'yinni Voy, bu. hamma ko'ryapti degan umiddaman. Bu kanat prigun. Da, qilaylik. Kanat prigun. Bu to'g'risi topish o'zi bo'lmadi. Amerikadan kelgan o'yin bu hozir. Puli ham endi Amerikaskiy bo'lib ketdi. Jing. Mullajiring. Xo'p. Bundan o'zi ikkita olmoqchi edim, nega чтобы kim birinchi tushirishga, sardoyani qilishga endi bizda sal boshqacharoq birinchi promogacha video chiqaramiz bugun bilan. Raspakovkasini keyinroq sizlarga ko'rsatamiz, chunki bu ko'rasizlar o'zi o'yinlarning hammasi qizuv raspakovkali korobkalar bo'lib turibdi. Ichidan ko'p narsa chiqadi. Отдельно ko'rishga arziydigan o'yinlar. O'zi neydan 99% dan podpiskasiz ko'radi. Bilmadim, lekin prosmotrimiz juda ham ko'p bo'lyapti. Odamlar podдержка qilyapti, kommentariy yozyapti, lekin negadir podpiska bo'lmayapti. Sizlardan podpiska, bizdan harakat, xudo xolasa 1 milliongacha sizlar bilan birga chiqamiz. Undan yo'g'ga ham ketamiz. Aslida Instagramni portlatib olaylik, chunki YouTube'imizdagi auditoriya bemalol Instagramga o'tib, portlatib olsa bo'ladi. YouTube. Keyingi lotimiz osonroq senga. Nima o'yinligini top. Buni qog'ozda qilganimiz.
Baror. Yaqinda chiqqan videomiz bor. Endi shuni ofitsialniy o'yini. To есть biz sizlarga qog'ozda o'yinlarni ham ko'rsatib berdik. Kimdir xohlagani uchun mana bu o'yinlari ham bor. Har xil qoidalari bilan, chunki bu qiziqroq ko'rinadi. Kadrda faqatgina bo'lmasa da. Tak, keyingi o'yin menga to'g'risi unchalik qiziq emas o'zimga. Nega? Lekin shuni. O'yin просто qiziq o'yin bo'lgani uchun, to есть bu meni bilet qilishini olaylik deb men ko'rdinglarmi? Orada misol uchun men o'zim ham o'ylaymanki, menga o'yinlar bor, lekin baribir majburlaysan. Majburlikdan emas. Sen qaysi holatga kelganini o'zi bildingmi? Yo'q, qaysi holat? Hozir 7 ta o'yin уже chiqdi. 3 ta eng kattasini, eng zo'rlarini men anaqa garajga olib qo'ydim. Keyingi o'yinimiz provokatsionniy o'yin. Uni adashmasam videosi chiqadigan bo'lsa, точно kommentini portlatib yuborsanglar kerak. Negativlar uchun bayram bo'ladigan o'yin. Keyingi lotimiz bu o'yin hamma tushungandek kaptar chiqaradigan o'yin. Bu yerda batareykada ishlaydi. Bosasan, o'zi kartochkalar bo'ladi. Misol 5 ta bos, 2 ta bos. Qaysi momentda o'sha chidab tura olmaydi. Nelovga bos chiqadi. Da, lekin bu juda ham nima desa bo'ladi? TikTokda aylanadigan o'yinlardan bittasi. Tak. Men kutgan o'yin. Tak, qara. Hozir ikkitasi qoldi. Birinchisi qaysi birini ko'rsatamiz? Men kutgan. Bu pastilkaning ichida eng katta o'yin yoki eng mashhur o'yin. Eng mashhur o'yin, men uni ancha kutdim. Topish o'zi bo'lmadi bu o'yinni chunki. Hamma kutgan Tilt and Shout deyiladi buning oti. Buni ham Amerikadan olib keldik, topishi o'zi bo'lmadi. Negadir qanaqadir mashhur emas. Bu o'yinni logikasi ham oson. Matga sharik tushiriladi. Sharik tushiriladi. Bu yerda как rechak turibdi. Bitta kategoriyadan o'ynaymiz. O'sha kategoriya misol uchun supergeroylar. Supergeroylarning ichiga Thor, Captain America, Spider-Man mana sharika oxiriga yetib borganda tushib ketadi. Kim tomonga tushib ketsa, o'sha odam yutgan hisoblanadi. To есть mana to'g'ri dedim, bu o'ylaguncha agar sharik men tarafga tushishga uspet qilgan bo'lsa, men yutaman. Xullas, bu o'yinni o'zimiz ham kutdik. Bu o'yin bilan juda ham ko'p kontent qilsa bo'ladi. Har xil kategoriya. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, masalan, qanaqa kategoriyalar? O'zbek filmlari yoki qanaqadir mashina markalari yoki qanaqadir kino qahramonlari. Mashina marka emas, iltimos. Mashina markani bolalar davay bosamiz. Tak, eng kattasi. Bu o'yin Maymunchiki. Men uni ikkinchi qismi deb o'ylayman. Karatislarmi? Karatislar. Lekin karatislarnikida biz agar ularni qo'yadigan bo'lsak, bu holatda biz maymunlarni tushirishimiz kerak. Kim ko'p maymun yig'adigan bo'lsa, o'sha yutadi. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun o'yin boshlanayotganda mana bu palkalar tiqilib, ichiga maymun tashlab yuboriladi. O'yin davomida bittadan palkani chiqaramiz. Yutgan odam maymunlar hukmdori. Mayli, u anaqani tituli senga berib qo'yaveraman. Tak, endi videoning eng qiziq joyiga keldik. Top 10 talikni belgilash kerak. Ha. Kel. Bittadan o'zimizdan ovozimizdan beramiz. Men 90 san 100 sonlarni berasan. Ha. Lekin undan oldin podpiska qilib qo'yinglar. 100 ta podpiska bo'lganlar uchun shunaqa videolarni chiqaramiz. Telegramga backstage videolar, yana shunaqa videolar chiqishidan oldingi bo'ladigan proseslarni ko'rsatamiz. Instagramimizda auditoriyani ko'paytiraylik, TikTokimiz ham qolib ketmasin. To'g'rimi? To'g'ri. Tak. Juftlaysan-da, toqlamanda. Pastdan tepaga. Top 10. Menimcha kod bo'lsa kerak, chunki kodni qog'ozda ham o'ynasa bo'ladi, jamchi qiziq bo'lsa kerak bo'ladi. To'g'ri. Lekin men top 10 taliga, top 10 ga boshqasini qo'ygan bo'lardim. 9 ga qo'ying. Bu. Mana top 9 ga tushadigan o'yin, aytganimdek, menga yoqmaydigan o'yin. Yoqmayotgan o'yin o'zi. Bari majbur o'ynaylar. Top 8. Meni sevimli raqamim. Unga men boyagi sharikli krestiki 0 ga qo'yaman, chunki krestiki 0 ga faqat yutqizaman. Lekin bu o'yin na samim deb juda ham qiziq o'yinlardan bittasi. Ay, yutqizaman-da. Top 7 talik, 7 udashli chislo deb o'ylanadi. Bunga bularni qo'yishga qaror qildim, chunki undan teparoq turgan o'yinlar undan ham qiziqroq deb o'ylayman. To'g'ri, anaqa qolib ketadi, basketbol qolib ketadi, lekin uni tushirmagunimcha o'shaning uchun uni teparoq chiqaraman. Ketdi. Top 6. Shesтерkalar o'yini. Shesтерkalarga basketbol?
Basketbolmi? Basketbol. Chunki men yaxshi ko'rgan o'yinlar qoldi o'tda. Xo'p. Endi top 5 taliga yetib keldik. Top 5 talik qiyinroq bo'ladi. Kuchli 5 talik. Top 5 ga hammasini qo'yadigan bo'ldim. Nima kutgan o'yin? Chunki bir tarafdan sen gapingga qo'shilaman, buni oddiy o'zimiz qilib o'ynasak bo'ladi. To'g'ri. Bundan oldinda turgan o'yinlar juda ham urovni kattaroq. Top 4ga manki nimadir o'shan qo'yaman. Eng katta o'yinimizni top 4ga ketyapti. Men yuzimga bosib qo'ygan bu. Tanlaganimga xafa bo'ldim. Top 3 taliga Zo'r o'yin qoldi. top 3 taliga. Endi buni qo'ymasam bo'lmaydi. Buni sal teparoq qo'ysam qanaqadir Uyat bo'ladi. uyat bo'ladi. Aha, почетный 3-o'rinni egallasan. Endi 2 bilan 1 o'zing hal qilar ekansan, shuning uchun 2 ni o'zing tanla. Qolgani birinchi o'rin bo'ladi. 2ga men karatista beraman. Tekvandistmi? Kim? Atletmi? Prыгу. Прыгун. Kanat прыгун. Почетный ikkinchi место. Asaklar. Bir tarafdan qo'shilaman. Voy. Bir tarafdan qo'shilaman bu o'yinga. Chunki bu o'yin kontent qiluvchi o'yin hisoblanadi. Da. Bu kontent qiluvchi. Bu qiziq, to'g'ri. Lekin bir martalik. Постоянно kanatni saklovchi odam ko'raversangiz yetib qoladi. Bunda variatsiyalar juda ham ko'p. Zo'rlar chiqadi bundan. Tak, buni oldiroq qo'yamiz. Xo'p, mana bizning top 10 talik. Qaysi o'yinni o'ynashimizni xohlayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qolinglar va podpiskani tashlab qo'yinglar. Qurbaqani birinchi o'ynaylik boringlar. Buni oxirigacha borish kerak. Hammaga xayr, hammaga rahmat. Podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Bizda yana bitta yangi posilkalar kelgan, ularning ham videosi yaqin orada chiqadi. Podpiska bo'lib qolinglar shuning uchun. Xayr. Xayr.